Qadrlik san'atni suygan qadrlagan azizlar. Mazkur yilning 1-fevral kuni Olmut shahrida Chaykovskiy nomidagi Olmut muzikалық kollejida Alamet prodyuserlik san'at markazi Sharman Uyg'ur kreativ qonunbuzari jumhuriyatlik jamiyatlik tashkilotini uyushtirishi bilan Uyg'ur muzika san'atining yil toji, qurbanisi bo'lgan 12 muqomni radlagan 16-asr Uyg'ur muzika nazmi ijodiyatining yorqin namoyandasi muqomchi Xalish Amoysaxon nomidagi birinchi xalqaro musobaqa festivali yuqori darajada o'tkazildi. Bu kuni atigandan boshlab kasbiy muzika san'atkorlarini tarbiyalaydigan bu bilim dargohiga Yarkent Uyg'ur emgakchi qozoq nahiyalari ham Olmut shahri va uning atrofida istiqomat qiladigan aziz xalqimizdan birdan-bir talantli, qobiliyatli ham san'atkor yosh avlodlarimiz farzandlari ham ularning ota-onalari rahbarlari bilan to'lishga boshlagan edi. Biz kutgan bu musobaqa festivalimizning boshlanib, qutlug' sahnamizga chiqqan umoq yosh san'atkor o'g'lonlarimiz, qizlarimizning birdan-bir yiqimli xush ovozli naqshlari, avrishim, nazokatlik usullari, milliy cholg'u asbobda o'ynagan xushnavo kuylari bilan barcha kelgan tomoshabinlar qalbiga orambaxsh damlarini hadya qilgan edi. Festivalimizmi oyoqlashib, barcha qatnashuvchilar munosib, adil baholanib, har xil atılımlar bilan aqchilik hadiyalik sovg'alar ham mukofotlarga erishdi. Uyg'ur san'atini saqlash, yosh avlodlar bo'yiga singdirish yuzasidan mehnat qilayotgan madaniyat, san'at tuhfikorlarimizga, o'z farzandlarining bo'sh vaqtini go'zal tarbiya berishga, talantini, qobiliyatini yetishga intilgan ota-onalarga uyushtiruvchilar tarafidan o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Harmanglar va yanımı o'rlanglar, hurmatli san'at shaydolari. Uyg'ur qiziman, zo'g'lim mening. Uyg'ur vujudidim uzib tuzilgan. Zo'g'lim pishargan qadimiy Uyg'urning qadimiy joylariga rishtin chigiman. Men Uyg'ur qiziman, olamga mashhur. 12 muqomdur, san'atim gulim. Qancha yazsam tugmas qalbda g'urur. Muqam yaqqan shamdim yorgan qalbim.